Assalomu alaykum hammaga. Namangan viloyati 3 tumani Jidaka qishlog'iga tovuq fermaga bonkeriga zapchast qo'yib berdik, tarozi. Bu bonker 1 tonnaga moslangan yemlarni aralashtirib, shunda tepaga tortishar ekan. 4 ta burchagiga zapchast qo'yib berdik. Har bittasi 2 tonnalik bo'ladi. Buzilish ehtimoli 0 ga teng. Usta akalar, sizlardan iltimos qilib qolardik. Shuni ham bizdan oldin bitta aka qilib berib, normalniy pullarni olib ketishgan ekan. O'rtaga bitta zapchast qo'yib, hamma o'zini qo'ldan kelgan ishni qilgani yaxshiroq. Mana xudo xolasa bu taroziga 2 yil garantiya berdik. 2 yil ichida buzilib qolsa, ishlamay qolsa, servis xizmatimiz hammasi biz beplatniy. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. Har qanday bonkerlarga tarozlarni qo'yib ishlatib berish xizmatimiz bor. Zapchastlar Turkiyaniki bo'ladi, 2 yil garantiyasi bilan qilib beramiz. Bizning manzil Namangan viloyati Pop tumani. Kimgadir ma'lumotlarimiz qiziq bo'lsa, aloqaga chiqishlaring mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat.